Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun arab tilida sizlar bilan yangi suhbat o'tkazamiz. Ancha orada pauza bo'lib qoldi, lekin davom etamiz. Xudo xolasa ketdik. Kitob. 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 كتاب أنا أقرأ الكتاب أنا أقرأ الكتاب من كتاب أقياتنا السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله. ماذا تفعل؟ أنا أقرأ الكتاب. أنا أشاهد الحاسوب من كمبيوتر كورما. أنا أشاهد الحاسوب من كمبيوتر كورما. ماذا تفعل؟ أنا أشاهد الحاسوب. أنا أغسل يدي من قلمي يوما. أنا أغسل يدي من قلمي يوما. ماذا تفعل؟ أنشدت. السلام عليكم. ماذا يفعل؟ هو يمشي. Agar ushbu videomiz ozgina bo'lsa ham sizlarga manfaat keltirgan bo'lsa, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Ushbu suhbatimiz manfaat keltirgan bo'lsa, o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar.